Assalomu alaykum, bu Ani Xullas, bugun siz top 5 ta romantik animelar mavzusidagi yangi videomizda mehmonsiz. Xullas, tayyorlanib turing, chunki biz birgalikda yashirin sevgi, romantika va komediyaga boy bo'lgan romantik animelar olamiga sayohat qilamiz. Lekin undan oldin siz Ani YouTube kanaliga obuna bo'lib qo'ying, chunki biz 1000 ta obunachiga juda ham oz qoldik. Video foydali bo'ladigan bo'lsa, like bosib, videodan so'ng o'z izohlaringizni kommentariyada yozib qoldirishni unutmang. Biz esa videoni boshladik. 5. Bu chinni qizni sevib qoldim. Mening eng yaxshi ko'radigan animelarimdan biri bo'lsa ham, buni 5 ga qo'yishga majbur bo'ldim. Gojo nomli bola, yo'q, bu emas. Ha, mana bizning Gojo. Qizlar bilan gaplashmaydigan, qisqasi Sigma bolalardan edi. Qo'g'irchoqlar yasar edi va u bir kuni bitta qiz bilan tanishadi va u Gojodan cosplay uchun kiyim tayyorlashga yordam so'raydi va ajoyib yashirin sevgi, romantik voqealar sodir bo'ladi. Anime juda ham kayfiyat baxsh desam, umuman xato qilmaydigan bo'laman. Agar bu animeni ko'rmagan bo'lsangiz, sizga albatta ko'rishni tavsiya beraman. 4. 5 kelin. Tasavvur qiling, sizni naqd 5 ta bir-biridan chiroyli opa-singillar yaxshi ko'radi, lekin siz faqat bittasini tanlashingiz kerak. Bola maktabda juda aqlli bo'lib, qizlar esa teskarisi. Lekin ular maktabdan yiqilmasliklari uchun otasi ularga o'sha bolani ustoz qilib qo'yadi. Qizlar boshida uni yomon ko'radilar, keyin hammasi sevib qoladi va oxirida bola bittasini tanlashi kerak. Xo'sh, siz nima deb o'ylaysiz? Qaysi biri bo'ladi u? Agar bu animeni ko'rmagan bo'lsangiz, albatta tavsiya etaman ko'rishni. Romantik, kayfiyat baxsh, juda ham qiziq anime. 3. Franksdagi sevgilim. Kelajakda insoniyat gigant robotlar orqali tirik qolish uchun jang qilishadi. Hiro ismli yigit o'zini hech kimga kerakmasdek his qilar edi. Lekin Zero Two ismli qiz bilan uchrashgach, uning taqdiri butunlay o'zgaradi. Ularning birga ishlashi faqat janglarda emas, balkim chuqur his-tuyg'ulardan ham iborat. Anime juda ham romantik sahnalarga boy. Oxiri lekin unchalik yaxshilik bilan tugamaydi desak ham bo'ladi. Animeni ko'rmagan bo'lsangiz, albatta ko'rishingizni tavsiya beraman, chunki bu romantik animelar orasida juda ham mashhur. Va 2. Meni oyga olib ket. Bola ota-onasidan alohida yashaydi va u juda aqlli, lekin nimjonroq bo'ladi. Qizlarga esa umuman qaramaydigan bola bir kuni bir qizni bir ko'rishdayoq sevib qoladi va unga sevib qolishini aytish uchun ketayotganida mashina kelib urib ketay deganida qiz uni asrab qoladi. Qiz zarbani yaxshigina olgan bo'lsa ham qizga hech nima bo'lmaydi, lekin bola ko'p qon yo'qotishni boshlaydi. Sevishini aytishga ulguradi va gaplashishni taklif qiladi. Qiz esa gaplashamiz, faqat menga o'ylansang deb javob beradi va bola hushdan ketadi. Ushbu anime ro'yxatimizdagi top 5 animelar orasida eng reytingi baland va romantik animelar oramida eng zo'rlardan biri deya olaman. Xo'sh, sizga yoqishi aniq. Agar ko'rmagan bo'lsangiz, albatta ko'rishni tavsiya etaman. 1. Kaguya xonim, muhabbat bu urush. Uchin akademiyasining talabalari va kengash prezidenti Miyuki Shirogano va vitse-prezidentlari Kiguya Shinomiya bir-birlarini sevib qolgan. Lekin ikkalasi ham sevgisini birinchi bo'lib tan olishni istamaydi, chunki ularning nazarida muhabbat bu urush. Ya'ni kim birinchi bo'lib tan olmasa, o'sha g'olib bo'ladi. Har bir qism aql o'ylari va kulguli strategiyaga boy. Agar romantik va komediyaga boy ushbu animeni ko'rmagan bo'lsangiz, o'zini hech qachon animeshnik demang. Aqlli va hazil bilan boyitilgan romantik anime istasangiz, Kaguya xonim bu eng yaxshi tanlov. Agar yoqimli va ta'sirli beruvchi hikoya istasangiz, Meni oyga olib ket yoki Bu chinni qizni sevib qoldim animelari. Agar siz dramatik va kuchli his-tuyg'ularga boy bo'lgan anime qidirayotgan bo'lsangiz, Franksdagi sevgilim va 5 kelin animasi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosib qo'ying. Agar yoqmagan bo'lsa, video bemalol dislike bosishingiz ham mumkin. Kanalimizda agar yangi bo'lsangiz, kanalimizga albatta obuna bo'lib qo'ying. Siz bilan men ya'ni Xiroza bo'ldim. Keyingi videolarimizda kuting va ekranimizda chiqayotgan videolardan birini tanlang. Ular ham ajoyib va bir-biridan qiziq.